2015-yilda ishlab chiqarilgan Hyundai Elantra'mizda to'liq holatda bitdi. Bularga qilingan ishlarni birma-bir sanab beraman. Birinchi uchurda bunaqa akkuratni chexollarni taqib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Bunga padmas qilib, mana bunaqa rul chexollarni ham ustiga qilib berdik. Mana bunaqa yaxshi poliklar bilan birga. Ikkiga salon qismida har doimdek monitor kerak bo'ladi. O'ziniki diskli monitor edi. Smartfonni olib tashlab, mana bunaqa Test CC3L Wi-Fi variantni ustiga qilib berdik. Xudo xolish ishlashlar chotki. Rullarni pultlarni ham ishlatib berganmiz. Muammos, xudo xolis bizdan keyin hech qaysi ustiga bormaydilar. Orqa kameralarni ko'rishingiz mumkin. Orqa kameralar ham iPhone'ingiz qanaqa ko'rsatsa, xuddi shunaqa tini ko'rsatdi. Sifat bo'lgan xudo xolisi. Xullas, mashinamizni to'liq holatda full qilib, navratli qilib berdik. Kolonkalarni eshitishingiz mumkin. Kolonkalar ham chotki chiqaryapti. Xullas, chiqarishlari ham hamma narsasi xudo xolis idealniy bo'ldi. Agar sizlarga ham shunaqa navorat, monitorlar ustunovkasi kerak bo'ladigan bo'lsa, kelsangiz xudo xolis idealniy ustunovka qilib beramiz. Charchamayli, o'zingizlar ehtiyot qilinglar.